Assalomu alaykum. Biruni beton quyish xizmati obunachilari. Biruni istiqomatdagi ishimizni bitirdik. Bu yerda 200 kvadrat stoyashka qo'ydik. kvadrat stoyashka qo'ydik. Stoyashkaning 8 santi bo'lib qo'yilgan yerda bor. Mana bu yerlar yo'lga chiqaverish 10 santi qalinlikda qo'yildi. Mana tekisligi. Shu yerdan aylanib yoqlargacha. Vertolyot urmadik, vertolyotsiz. Mana yoqqa akşam qo'ygan yerimiz 100 kvadrat. Aylanib mana bunday. Ana şu yerda 200 kvadrat stoyashka qo'ydik. Şuradan mana aylanib setki taş atmadi. Kerakmiydi dedi. Biz uyning uyasini aytganday aytib qo'yib berdik. Klyonka taş aldı deydi. Şu yol 10 santi qalinlikda qo'yildi. Yo'lga chiqaverish. Bu yoqlari 8 santi qalinlikda qo'yildi. Hammasi bo'lib ketgan xarajat 15 milyon 300 ming so'm bo'ldi bu yerga. Qolaqqisi da içinde. Setkisi yo'q, klyonkisi, shibini, sementi hammasi içinde. Bordyor ham yo'q bu yerda, mana bordyorlarda. Shlaka blok o'rib qo'yibdi bordyorning o'rnini.